Amir avtosavdoda sizlar uchun arzon narxga yaxshi Matiz mashinasi MX varianti okalar. Mashina holati yaxshi holat turibdi. Polni asfalt bo'lgan, balonlari eskirib qolibdi. Balonlarni bitta almashtirib borasizlar. Salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Salonlar ham yomon emas. Mashinaga chexol, polilargacha ham solingan okalar. Temir gaz balon ustanovka qilingan. Motor korobkalarda ishlar yo'q. Hadovoyda o'zimiz ishi bor ekan. O'zingiz uchun buni ham qildirib olasizlar okalar. Kuzov holatlari ham yomon emas, yaxshi holat turibdi. Xo'p, sizlar xohlagan dokument bo'ladi. Narxini sizlar olib maza qilib minishingiz uchun Jiguli narxida bo'ldi okalar. $1800 baholandi. $1800 ga 2009-yil minishga tayyor. Sizlar xohlagan dokument bo'ladi. Matiz MX varianti. Egalar nomerlarini qoldiramiz, telefon qilib barak qilishingiz mumkin okalar. Amir avtosavdo kechki bozorda Jiguli ishqodlari uchun 01 Dodo xo'jasi keldi. 82-yil. Kraska holatlari tomdan pastda faqat ustini asfalt qildirganmizdilar. Oldilari ham zo'r turib ko'rsanglar bo'ladi. Balon holatlari ham yaxshi holatda ekan. Mashina o'zimga ham yo'qdi. Salon holatini ko'ringlar. Abishka tartibda zo'r chexollari bor. Mashina hozir ham benzinda zavet etib turibdi. Benzinga zo'r yurar ekan, hozir ham benzinda zavet qilib qo'ydilar. Benzinda turibdi, chexol o'ynashlar yo'q. Soat taqishlab turibdi. O'zingiz uchun ponni bir qator tekshirib olsanglar bo'ladi. 82-yil kraska holatlari tomdan pastda ustini asfalt qilingan, mashina olov bo'lib yonib turibdi. Faqat oformitga ekan. Shuning uchun narxini chempion qilib qo'ydilar. Olib maza qilib haydashingiz uchun 82-yil bu 01 mashinasini $1100 baholadik. Kimga qiziq bo'lsa, egalarning telefon nomerlarini qoldiramiz, telefon qilib barak olsanglar bo'ladi.